صاح الشعر يشدو أعذب الألحان. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari va arab tiliga qiziquvchilar. Bugun biz arab tilidagi eng mashhur, eng serqatnov va doimiy mehmon bo'lib keladigan al aniqlik artikli haqida gaplashamiz. Al degani arab tilida bu qoida, ma'rifa deb ataladi. Al aniqlik artikli nima degani? Al aniqlik artikli bu har qanday so'zni oldidan qo'shilib keladi. Bitta so'zni oldidan qo'shilib keladigan alt qo'shimchasi va vazifasi noaniq holatdagi so'zni aniq holatga o'tkazishimiz uchun kerak bo'ladi. Misol tariqasida aytamiz. Baytun so'zi noaniq holatda turgan so'z hisoblanadi. Tarjimasi uy degani. Qandaydir bir uy desak ham bo'ladi. Yoniga qandaydir bir uy deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Qandaydir. Ya'ni noaniq holatda turgan qandaydir bir uy. Va biz bu uyni ma'lum bo'lgan bir uyga o'tkazmoqchi bo'lsak, al aniqlik artiklini qo'shamiz. Al aniqlik artiklini qo'shsak, al baytu bo'ldi. Shu joyda nima o'zgarish sezdinglar? Aynan shu o'zgarish. So'zni oxirisiga e'tibor bersanglar, tanvin tushib qoldi. Tanvin nima degani desanglar, buni keyingi darsda aniqroq tushuntiramiz. Hozircha chalg'imay turasizlar. Noaniq holatdagi so'zni aniq holatga o'tkazsak, 96 harakatini bitta tepadagi oltisi tushib qoldi desak ham bo'ladi. Tanvin tushib qoldi. Mana shu joyda ko'rasizlar, al aniqlik artikli biror bir so'zga qo'shilsa, uning so'zning oxiridagi tanvin tushib qoladi va bitta harakatda o'zi qoladi. Al baytu tarjimasi aniq bir uy degani. Bizga noma'lum bo'lgan uydan aniq bir uyga o'tdi. Yana bir misol, maktab so'zi arab tilida madrasatun deyiladi. Bu yerda ham tanvin bor. Al aniqlik artiklini qo'shdik. Al madrasa tu bo'ldi. Bu joyda ham o'zgarishni ko'ryapsizlar. Tanvin tushib qoldi. Aniq bir maktab bo'ldi. Ingliz tiliga qiyoslaydigan bo'lsak, noaniq aniq holatdagi, misol uchun maktab school bo'lsa, a school, the school. Keyingisi kitabun so'zi kitob degani, noaniq holatdagi qandaydir bir kitob. Al aniqlik artiklini qo'shganimizdan keyin al kitabu bo'ldi, aniq bir kitob degani. A book, the book. Kitabun, al kitabu. Oxiriga e'tibor berasizlar. Noaniq kitob, aniq bir kitob degani. Bu narsani yozib olishinglar kerak bo'ladi va sizlarga ba'zi qoidalarni tushuntirib o'tamiz. Demak, hozir umumiy tushunchaga ega bo'ldinglar. Endi al aniqlik artikli nimaga kerak desa, bizga doimiy xizmat qiladigan bu qo'shimcha hisoblanadi. So'z oldidan keladi doimiy va so'zning oxirini doim tanvinini olib tashlaydi. Endi keyingi narsaga kelgan bo'lsak, qoidamiz davomi. Al aniqlik artikli biror bir so'zga qo'shilinsa, hech qachon alohida yozilmaydi. Ya'ni al kitabu deyish xato. Hech qachon yolg'iz yozilmaydi, ya'ni doim qo'shilib yozilinadi. Balki nima bo'ladi? Al kitabu. Al kitabu har doim qo'shib yozilinadi. Bu birinchi qoida. Doim al o'zidan keyin kelayotgan so'zga qo'shilib yoziladi. Ikkinchi qoidamiz, quyidagilarga al aniqlik artikli qo'shilmaydi. Yozib qo'yasizlar. Quyidagilarga al aniqlik artikli qo'shilmaydi. Birinchisi, atoqli otlarga. Buni grammatik daftarlarga yozib olasizlar. Atoqli otlar Ibrohim, Ali, Hind kabi kimdirga atab qo'yilgan ismlar yoki shahar nomlari bo'lishi mumkin, davlat nomlari bo'lishi mumkin. Misol uchun Toshqandu, O'zbekistonu kabi atab qo'yilgan otlarga hech qachon al aniqlik artikli qo'shilmaydi, chunki o'zi aniq hisoblanadi. Ikkinchisi olmoshlarga al aniqlik artikli qo'shilmaydi. Olmoshlarga misol nahnu degani biz degani, ana degani men degani yoki haza degani bu degani. Mana shunday
olmoshlarga hech qachon alaniqlik artikli qo'shilmaydi. Va uchinchisi bo'lsa, fe'llarga deb yozib qo'yasizlar. Fe'llarga hech qachon alaniqlik artikli qo'shilmaydi. Fe'llarga masalan kataba degani yozmoq degani yoki yozdi. Darosa degani dars qildi. Mana shunday fe'llarga ham hech qachon alaniqlik artikli qo'shilmaydi. Alaniqlik artikli faqat ismlarda odatda keladi. Endi muhim qoidaga o'tamiz. Alaniqlik artiklini ishlatganda bir muhim qoida bor. Alaniqlik artikli so'zlarga qo'shilsa, biz ana shu so'zni qaysi harf bilan boshlanayotganligiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni arab tilida harflar ikki qismga bo'linadi. Quyosh harflari, oy harflari. Bu nima degani? Quyosh harflaridan oldin al-aniqlik artikli keladigan bo'lsa, ma'lum bir qoida o'zgarish hosil bo'ladi. Ya'ni oldin aytib o'tamiz. Oy harflari alif, ba, jim, ha, xo, ayn, g'oyn, fa, qof, kaf, mim, vav, ha, ya. Mana shu oy harflari hisoblanadi. Quyosh harflari bo'lsa ta, sa, dal, zal, roza, sin, shin, sod, dod, to, vo, lam va nun harflari. Quyosh harflaridan oldin al-aniqligi artikli ishlatilsa, quyoshning issiqligi lomga ta'sir qilib uni eritib yuboradi. Og'zakida lafzimizda chiqayotgan vaqtda lom harfi ishlatilmaydi. Ya'ni lomni o'qimasdan o'tib ketishimiz kerak bo'ladi. Oy harflarida bo'lsa to'liq o'qiladi. Misol keltiramiz. Al-kitabu so'zni olamiz. Al-kitabu aytib o'tdik, kitob degani. Al-aniqlik artikli yozishimizdan oldin undan keyin kelayotgan harfga e'tibor berishimiz kerak. Kitob so'zidagi birinchi harf kaf harfi. Biz bu yoqdan qidiramiz. Kaf qaysi biriga to'g'ri keladi? Demak, qomariyda kelyapti, ya'ni oy harflarida kelyapti. Muammo yo'q. Yozilishida al-kitabu degani kitob degani. Lekin biz tinun so'zini oladigan bo'lsak, tinun anjir degani. Al-aniqlik artikli qo'shiladigan bo'lsa, demak biz at-tinu deb ikkilantirib t'ni o'qiymiz. T'ni ikkilantirib o'qiymiz. Bu joyda bo'lsa al-aniqlik artiklida hech narsa bo'lmaydi lomni ustida. Ya'ni og'zakida aytayotgan vaqtimizda lom harfi quyosh harflaridan oldin ishlatganligi uchun erib ketadi. Shunda al-tinu desak xato bo'ladi, balki at-tinu deymiz. At-tinu ikkilantiriladi t harfi va lom harfi o'qilmasdan ketadi. Bu mana shu 14 ta quyosh harfi bilan qo'llaniladi. Quyosh harfi kelib qolsa, al ishlatadigan bo'lsak, biz demak lom harfini ishlatmasdan keyingi harfga tashdidlantirib, ikkilantirib o'tib ketamiz. Misol keltiramiz yana bitta. Dikun degani xo'roz degani, dal harfi shamsiy kiribdi. Al qo'yadigan bo'lsak, ad-diku bo'ladi. Shamsun degani quyosh degani, shamsun so'ziga al qo'yadigan bo'lsak, al-shamsu xato, balki ash-shamsu deb o'qiymiz. Misol yana nun harfiga oladigan bo'lsak, nahrun daryo degani, endi unga al qo'yadigan bo'lsak, al-nahru xato hisoblanadi. Balki an-nahru deymiz. Endi qamariga oladigan bo'lsak, misol uchun ayndan aynabun degani uzum degani. Endi aynabunga al qo'yadigan bo'lsak, al-aynabu. Bu to'g'ri. Biz buni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun sizlarga vazifa beraman. Hozir ekranga sizlarga so'zli chiqarib qo'yaman. Ana shu so'zlarga buni o'rganganingizdan keyin har bittasiga misol yozasiz. Misol uchun kitobun so'zini yozaman. Siz shuni aniq holatga o'tkazib berishingiz kerak. Har bitta harfga bittadan misol yozaman. Siz shuni aniq holatga o'tkazib berishingiz kerak bo'ladi. Shundan keyin biz al-aniqlik artiklini yana ham tamoman tushunib olgan bo'lamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Ustoz Ali 97 Telegram kanaliga ulansanglar, ana shu joyda sizlarga profil qoldiramiz. O'zingizlar qilgan uyga vazifani shu joyda bizga yuborsanglar, uni tekshirib beramiz. Demak, uyga vazifani aytib o'tdik sizlarga. Keyingi darsimiz tanvin haqida, tanvin degani bu kelishiklar haqida va ikkilik son haqida bo'ladi. Ya'ni arab tilida birlikdagi so'zni qanday qilib ikkilikka o'tkazishimiz haqida bo'ladi. Bugunchalik shu darsimizni yaxshilab mustahkamlab olinglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.